Transfermarkt 2025-yilda transfer qiymati eng ko'p oshgan o'zbekistonlik futbolchilar reytingini e'lon qildi. Mazkur reytingni O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov boshqarib turibdi. Uning transfer qiymati 23 million yevroga ortib, 35 million yevroga yetdi. So'nggi baholashda Husanovning narxi o'zgarishsiz qoldi. Keyingi o'rinlarda O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi, Turkiyaning Başakşehir klubi a'zosi Eldor Shomurodov, Eronning Persepolis klubiga o'tgan Igor Sergeyev hamda Paxtakor himoyachisi Hojiakbar Alijonov joy oldi. Turkiya Superligasining amaldagi to'purari va O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning transfer qiymati 1 million yevroga oshib, hozirda 5 million yevroni tashkil etmoqda. O'zbekiston Superligasining o'tgan mavsumdagi to'purari Igor Sergeyev hamda musobaqaning eng chiroyli goli muallifi Hojiakbar Alijonovning transfer qiymati 2025-yilda 400 ming yevroga ko'tarildi. Hozirda har ikki futbolchi 1,2 million yevroga baholanmoqda. Shuningdek, Nasaf klubi hujumchisi Husayn Norchayevning transfer qiymati ham 400 ming yevroga oshgan. Top 10 reytingdan Ruslanbek Jiyanov, Umarali Rahmonaliyev, Alisher Odilov, Sherzod Temirov va Nodirbek Abdurazzoqov ham o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, Başakşehir klubi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev O'zbekistonning eng qimmat ikkinchi futbolchisi hisoblanadi. Uning transfer qiymati 7 million yevroni tashkil etadi. Biroq 2025-yil davomida Fayzullayevning transfer narxi oshmagan.